yarmidan oshar edi. Osmonni qoplagan qora bulut oyni ham yoshirib qo'ygan. Atrofni mutlaq qorong'ulik egallagandi. Shahar chetidagi eski yo'lda odamlar kechasi yurishdan qo'rqishardi. Chunki bu yerda bir necha yil oldin tushunarsiz hodisalar sodir bo'lgan. Bir necha haydovchilar gapirgan. Yo'lda to'satdan oq kiyimli qiz chiqib qoladi. Sen uni chetlab o'tib deb o'ylaysan, lekin orqa oynada u mashinaning ichida o'tirgan bo'ladi. Ko'pchilik buni shunchaki afsona deb o'ylandi. Lekin bir kuni Jahongir degan yigit kechqurun ishdan qaytib kelar ekan. Aynan o'sha yo'ldan o'tishga to'g'ri keldi. U mashinaga ketar, radio past ovozda eshitdilar. Hammasi tinch edi. Bir vaqtda parlar oldida nimadir paydo bo'ldi. Oq kiyimli qiz. Jahongir tormozni bosdi. Qiz qimirlamasdan turibdi. O'zi ko'rinmas sochlari yuzini tutib qo'ydi. Sizga yordam kerakmi? Dedi u. Oynani biroz tushirib, qiz javob bermadi. Faqat sekin boshini ko'tardi. Lekin yuzi hali ham ko'rinmasdi. Jahongir bir o'z ikrandi-yu, keyin mashinadan tushmay yo'lni davom ettirdi. Bir necha soniyadan keyin u orqa oynaga qaradi va qotib qoldi. Qiz orqa o'rindiqga o'tirdi. Uning yuzi hali ham sochlar bilan yopiq, lekin boshi asta-sekin Jahongir tomon buriladi.